Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 1-4 aprel kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Davlat rahbari tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxanov va Respublika ishchi guruhi bu gal Buxoro viloyatida sog'liqni saqlash, bandlik, bank, maktabgacha va maktab ta'limi sohalari, mahallalarda korrupsiyaning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini o'rgandi. O'rganishlarda aniqlangan kamchilik va muammolar rahbar xodimlar bilan birgalikda muhokama qilinib, zamonaviy, xalqchil va samarali tizim yaratish bo'yicha takliflar berildi. Asosiy vazifalar belgilab olindi. Shuningdek, agentlik direktori o'rinbosari Umid Mavlyanov boshchiligidagi ishchi guruh Sirdaryo viloyatida sog'liqni saqlash, bank, kadastr, qurilish, maktabgacha va maktab ta'limi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohalarida o'rganishlar olib bordi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning samaradorligiga baho berilib, qator kamchilik va muammolar aniqlandi. Ularni tezkor bartaraf etish va kelgusida yo'l qo'ymaslik bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. 4 ta normativ-huquqiy hujjat loyihasi korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining iqtisodiy va ekologik faoliyati muvofiqlashtiruvchisi Bakit Shusupov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqot davomida tomonlar qator yo'nalishlar bo'yicha yaqindan ish olib borishga kelishib oldilar. Xususan, keng jamoatchilik o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish islohotlarining samaradorligini baholashga qaratilgan ijtimoiy so'rovlar o'tkazish, korrupsiya va gender masalalarini o'rganish, yoshlar bilan ishlash, hududlarning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi salohiyatini oshirish, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha virtual akademiyaning o'quv modullari sifati va imkoniyatlarini kengaytirish shular jumlasidan. Uchrashuv yakunida tomonlar kelgusida sohada faol hamkorlik yuritishga kelishib oldilar. Davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar yuzasidan vazirlik va idoralarga 3 ta taqdimnoma, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga bitta, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga 2 ta so'rovnoma yuborildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxanov ishtirokida tuman shahar prokurorlari uchun o'quv-amaliy seminar o'tkazildi. Seminarda prokuratura organlarining korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi muhim vazifalari muhokama qilindi. Vazifalarni samarali amalga oshirish maqsadida ishga qabul qilish jarayonlarini sog'liqni saqlash, bank, ta'lim va tadbirkorlik kabi sohalarda maishiy korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik borasida ta'sirchan prokurorlik nazorati mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqildi. Seminar yakunida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda tuman shahar prokurorlari tomonidan joylarda maishiy korrupsiyaning oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan tizimli choralarni hamkorlikda amalga oshirishga kelishib olindi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 94 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12:53 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 63 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12:53 yoki yanticore.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.